Bolalarning sevimli adibi Xudoyberdi To'xtaboyevning asarlari nafaqat respublikamizda, balki chet ellarda ham ma'lum va mashhurdir. Yozuvchining bir qancha asarlari yosh kitobxonlar tomonidan sevib mutolaa qilingan. Shunday asarlaridan biri Sariq devni minib sarguzasht romanidir. Ushbu roman bolalar hayotidan yozilgan bo'lib, ularning sevimli asarlaridan biriga aylanib ulgurgan. Bu asarda orzu-havasga eltadigan chinakam yo'l, halol mehnat, yaxshi xulq-odob va qunt bilan o'qishda ekanligi ta'kidlangan. Adibning Sariq devni minib romani bosh qahramoni Hoshimjonning xarakteridagi ijobiy va salbiy jihatlar shakllanishi haqida fikr yuritiladi. Hoshimjon obrazi mohiyatiga ko'ra o'sib boruvchi xarakter ekanligi, roman janri imkoniyatidan kelib chiqqanligi ta'kidlangan. Yozuvchining ushbu asari sarguzashtlarga boy bo'lib, o'zbek bolalar adabiyotining noyob durdonalaridan biridir. Unda zavqli bolalikning sodda va samimiy, quvnoq, zavqli onlari teran nigoh bilan qalamga olinadi. Bu asardagi kulgiga boy sarguzashtlarni bemalol zamonaviy Garri Potterga qiyoslash mumkin. Asarni o'qib chiqsangiz, siz ham bunga amin bo'lasiz. Sariq devni minib qissasining yaxshi fazilatlaridan yana biri tilining shiradorligi va o'ynoqligidadir. Muallif bosh qahramon Hoshimjonning tilini alohida e'tibor bilan ishlagan. Bu til nozik qochirmalarga boyligi, jonliligi, shu bilan birga bolalar tiliga mosligi bilan ajralib turadi. Qahramonning xarakteri uning so'zlarida shundoqqina bilinib turadi. Asar bosh qahramoni Hoshimjonning sehrli qalpoqcha yordamida turli ko'chalarga kirib chiqishi roman syujeti qurilishida muhim o'rin tutadi. Kichik kitobxon har narsaga qodir sehrli qalpoqcha yordam bergan taqdirda ham bilim olmasdan, biror kasb-hunarning boshini tutmasdan hayotda o'z o'rnini topib, baxtli bo'la olmasligiga ishonch hosil qiladi. Bu esa bilim ol, hunar o'rgan degan quruq pand nasihatlardan ming chandon ta'sirliroqdir. Ma'lumki, Sariq devni minib romani Xudoyberdi To'xtaboyev ijodidagina emas, o'zbek bolalar adabiyotida ham alohida o'rin tutadi. Asardagi sehrli qalpoqcha ramziy timsoli adibning jiddiy ijodiy topilmasi deyish mumkin. Sehrli qalpoqcha muallif badiiy niyatini ijro etibgina qolmasdan, kitobxonni qiziqishini tutib turuvchi vosita vazifasini bajaradi. Ushbu asar shu fazilatlari bilan bolalarning sevimli asariga aylanib ulgurgan. Aziz kitobxon, ushbu asarni siz ham o'qib chiqishingizni tavsiya etamiz.